Rossiyada o'zbekistonlik ayol bedarak yo'qoldi. Rossiyaga ishlash maqsadida ketgan navoiylik 1993-yilda tug'ilgan ayol 2025-yilning dekabr oyidan buyon bedarak yo'qolgani xabar qilindi. Bu haqida ayolning onasi Zamonuzga murojaat bilan chiqdi. Murojaatchiga ko'ra, o'tgan yilning 10-dekabr sanasidan beri ayol qizi bilan bog'lana olmagan. Ayolning qizi Jumanazarova Mahliyo 1993-yilda Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida tug'ilgan. U Moskva shahri Ximki mikrorayon Sxotniya Pervomayskaya ko'chasida joylashgan qandolatchilik sexida ishlab kelgan. Ona Turkiyada bo'lak-bo'lak qilib ketilgan o'zbekistonlik qizlar haqidagi xabarni eshitib, yolg'iz farzandiga nisbatan xavotiri yana ham ortganini bildirdi. Agar Mahliyo Jumanazarovani ko'rganlar bo'lsa, ekrandagi ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilish so'ralmoqda. Murojaatchi ayol bu vaqtgacha bir qancha tashkilotlarga murojaat qilgani va qidiruv e'lonlarini berganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, gumonlanuvchi bor, ammo tergov qilinmay kelmoqda. Eslatib o'tamiz, bundan oldin Turkiyada samarqandlik 46 yoshli Dilafruz Chulli va ham bedarak yo'qolgani haqida xabar bergan edik. Yaqinlari u bilan oxirgi marta 21 yanvarda gaplashgan, ammo ayol haligacha topilmagan.